Hurmatli do'stlar, dars yaxshi ketyapti. Mana ustozni darsidamiz. Biznesni rivojlantirish. Eng kuchli top 14 ta hozir ishlayotgan. Hozir tushuntirdi. 14 ta Instrumentlar. To'plar. 14 ta eng zo'rini o'rganamiz. Xullas, o'rganib qilinadi. Eng zo'rlari. Meni videoda olishingiz mumkin emas. U joylarini darsga kelsalaring tushunib olasizlar. Xullas, mana shunaqa gaplar. Demak, nimaga qo'rqyapti? Ko'p tanqid qilinadi. Bola ko'p tanqid qilinadi. Qaranglar, bola ko'p tanqid qilingani uchun dars qilmasagan. Ya'ni bola tanqid qilinadi. Ya'ni bolani bular bo'lmasa tanqid qilavermaslik. Ya'ni nimaga qo'shni bolasini unaqa qilmasdan, nimaga qilolmasdan, pistonmasdan tanqid qilinaveradi. Oxiri bola oxirida aytadiki, dars qilmaydi. Nimaga desa qiziqmayman deb turaveradi. Bolalar uchun narsa qiziqsa bo'ladi-da, lekin tanqid qilganimiz uchun ekan sababi qaranglar qayta kelib chiqdi. Biz o'zimiz noto'g'ri tarbiya beryapmiz, tanqid qilyapmiz. Bu yerda muammo bu yerda. Assalomu alaykum, qadrdonlar. To'ytepalik jigarimiz akamiz. Temur Kalvon kanalining adminlari bo'ladi. Ismlari ham Temur aka. Temur. Alloh rozi bo'lsin. Ilhom Begim Qusulovda mana xudo xolisa biznes coaching egamiz. Sherzod akam bilan xudo xolisa ko'rishib qoldik. Layklarni bosib qo'yasizlar. Yaxshi odamlar har doim yaxshi joylarda chiqishadi. Kanalga omad tilaymiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shuncha odamlar qaranglar, gap yo'q. Gap bo'lsin aka, ishingizga omad. Rahmat, salomat bo'ling.